Assalamu alaykum. Biz aldan qatım dersimizde özgərgüçy miqdarlar ve turalıq miqdarlarını öğrengen edik. Bugün muşunun gayet yeni bir misal görüp bakaylı. İkinci misal. Çemberinin radyosu berilgen bolsa, onun yüzü bilen aylanma uzunluğunu tepinler. Ondaqda bu misalda çoxum bizninki bilmek bolğan narsa şu çemberninki yüzünü hesaplaş ve onun aylanma uzunluğunu hesaplaş formülası. Yani bir çember berildi, onun radyosu berilgen bolsa, ondaqda şu çemberninki aylanma uzunluğu ve radyosunu biz sol taraftaki formülleri tapımız. Yani üstündeki çemberninki yüzünü kösüdü. Bu şu bütün yeşillik boyalgan daire şu. Asıdaki çemberinin aylanma uzunluğu. Yani bu çemberin etrafındaki setli uzunluk dep. Ondaqda biz bunu aylanma uzunluk deymiz. Hem de bu meseleleri qilish üçün çoxum şu matematik formlarını bilişimiz gerek. Bunda qabul qilmoqchi bo'lgan uchur birla radius. Ondan başqa yana bu yerda bir turaqlıq miqdar var. Çember turaqlıqı deydigan. Yani çemberniki aylanma uzunluğunu onun diametri bölsek bir turaq sanı tang bo'ldi. Ondaqda biz şu misalni ishlab ko'rib bakaylı. Bu bizninki tünügün yazgan kodumuz. Yani bunun da bir forum bir vaken. Ondaqda biz forum men köznekten yeni birini quray. Əlqilish çağrısının suya kelib, bu yerden qo'shish deganni basamiz. Bunun ichidan aslida Windows ko'znak degan bani tanlaymiz. Shuning bilan Windows ko'znakdan birini hozir qo'shmoqchi. Buning ismi forum 2 bo'ldi. Qo'shib bo'lgandan keyin biz endi çemberninki aylanma uzunluq bilan yüzün tapadigan programni şu forum 2'nin ustida ishlayli. Ammo program ijro bo'lgan chaqda shuni qo'zg'atish kerak. Buning uchun turning ichiga kirib Windows Application 3 yani şu əlqilish çağrısının ismi. Bunu tanlagandan keyin bunun ichida bu yerdagi forum 1 deganni men forum 2 deganga o'zgartib etdim. Bundaq bo'lgan chaqda endi programmamizni qo'zg'atsak aldı bilan qo'zg'atgan narsa forum 2 bo'ladi. Mana forum 2. Endi biz kodni şu forum 2'ning ustida yozaylik. Xat nusxasini men cho'ngroq tanlab qo'yay. Ekran aniq ko'rinish uchun. Andan keyin bu yerga ommaviy kontroldan 2ni hesaplash uchun birini, andan keyin chemberniki radiusini qabul qilganga yana bir text boxni aldım. Andan keyin buning natijasini chiqarish uchun yana bir text box. Text boxni tanlab, Ctrl C ni bosib, Ctrl V chapladik. Astiga chemberniki aylanma uzunluğu, onun astiga çemberning yüzü deganini chiqarib bersin. Yani bunda o'xshashlar 3 tane text box bor ekan. Bundaqda labelni oldiga aniqlab qo'ydim. Label 1, label 2, label 3. Bunu biroq tanlab, buni cho'ng kichikli muvofiq tangsak bo'ldi. Andan keyin hammani saqlash deganni besib, buni saqlab oldik. Tur qurishni. Andan keyin biz endi ko'znakni xolgan bir chekib, bu yerdagi obyektivlarniki tekst xosligiga qimmat beraylik. Ya'ni tuzumga o'xshash label 1ning teksti. Bunga chemberningki radiusini kirgizamiz. Andan keyin aylanma uzunluğu, andan keyin maydoni. Andan keyin bottom 1ning tekstini biz hesaplash deb yozaylik. Qo'zg'atib ko'rib bakaylik. Demak,
Biz bu yerga hamda chamberning radiusini berib, hisoblashgan knopkani bossak, ostiga chamberninki aylanma uzunligi bilan yuzni hisoblab bersin. Undaqda bu yerda bir turalik miqdor bor dedik. Undaqda bottom bir klik, ya'ni birinchi knopkaniki chekilgan hodis yuz berdi. Undaqda biz bu yerda chamberninki aylanma uzunligi bilan yuzini topadigan kodni yasak bo'ldi. Aldı bilan turalik miqdor aniqlaylik. Const turalik miqdor bu o'zgarmaydi programmaniki boshdan oyoq. Andan keyin radius. Buni biz radiusni Python deb oldik. Andan keyin buni biz textbox birdan o'qiydik qiymatini. Hamda chamberninki S yüzü deganimiz shu chamberninki chamber turaqligiga radiusninki kvadratini ko'paytgandan. Andan keyin chamberninki aylanma uzunligi bu single bo'ldi. Bu ikkaslangan chamber turaqligi, andan keyin radiusini ko'paytmaslikdan. Andan keyin buni biz textbox 2 ga aylanma uzunligini seni berdik. Textbox 3 ning text xosligiga uniki yüzünü berdik. Demek bu programda biz turalik miqdordan birini aniqladik. Aniqlagan chaqda const degan alqi so'zni ishlatyapmiz. Andan keyin shu turalik miqdorniki nomi tang 3.14 15 degandek kasr sonlarni berdik. Endi biz ijro qilib ko'rib boqaylik. Mesela chamberninki radiusi 10 deb yozgan bo'lsak, uningki aylanma uzunligi bilan 100 mana. Demek biz bu programmadan chamberninki aylanma uzunligi bilan 100 ni hisobladik. Buningda bir turalik miqdori bor. Andan keyin ma'lumot tipini biz butunlay single deb oldik. Yana bu o'liq kasr cheksidan 4 xonagacha aniq hisoblaydi degan gap. Agar texnik hisoblash ehtiyoj tug'ilsa, undaqda biz singleni double ga o'zgartirsak bo'ldi. Biz programmada qabul qilmoqchi bo'lgan uchurninki tipiga asosan uning mos keladigan muvofiq ma'lumot tipini tanlaymiz. Agar o sonliq qimmat bo'lsa-mu, sonliq qimmatning ichida yana butun son tipliq, kasr tipliq degandek nurg'unlagan yana sonliq ma'lumot tipi bo'ldi ekan. Shuning mos keladigan bir ma'lumot tipini tanlasak bo'ldi ekan.